Salom sizlar bilan. Men yana Saviyalo bugungi videomizda biza vaqtni boshqara olamiz. Qanday videoni boshladik. Okalar vaqtni boshqara olish juda zo'r qobiliyat hisoblanadi. Vaqtni boshqarib biza iloji boricha endi dragon yutishga harakat qilamiz. Qanimda ketdi. Hop, akalar daraxt chop bo'lamiz. Ozgina narsa qilamiz. Menga ikkinchisi time resume. Time jumadim. Okalar, nimaga bu ikkitami bitta? Menga kerak emas bunga. Yana uxladim. Stop qo'ydim time, ya'ni vaqt to'xtadi. Qanday ko'ringlar nima bo'lar ekan. Bu osmonda uchib turibdi. Olalayman, olalarkanman. Yaxshi. Qo'yinglar. Osmonda uchib qaraylar. Magiyaga o'xshaydi. Mayli, qiziq narsalar yo'q ekan. Sheydirga undan nechta qo'yasizlar, kommentariyada qoldiringlar. Qo'y bor ekan, qo'y. Hop, bu yerda qo'y, yana nimalar bor ekan. Ozgina atrofga aylanib chiqsak, toshli instrumentlarga tog'lamiz. Mana ishda tosh bor ekan. Izmurudmi? Yashartamiz. Ko'ringlar oldi. Wow. Buni go'zalligiga nechta qo'yasizlar. Narigi qo'y ayniqsa. Hozir nariyoqqa suvga tushamiz. Kettu. Voy. Voy akalar, nima qilamiz endi? Qaytib boramiz. Mayli, yo'q bo'lmas ekanmiz. Sutdan yertagiga kirib ketaveramiz. Suvga tushmadim, omadim kelmadi. Vaqt juda qimmatli narsa ekan. Time stop players. Time stop. Juda qimmatli narsa ekan vaqt mashinasi. Lekin menga shunday tekinga berildi akalar. Shunday qilsam o'zim uylanib qo'yilgan ekan. Yaxshi. Men kirka yasadim. Nimaga kirka yasamadim? Akalar. Ozgina narsalar, toshli instrumentlar yasa olamiz. Ko'mirmi? Tog'atiga kirib ketaman, men ko'mir topdim. Joyanski yaxshi. Ko'mirlarni ko'lab olamiz. Ko'mir ko'p bo'lmaydi. Ozgina toshlarni ham ko'lab olish kerak. Vaqtni to'xtatish qanday maza. Moblar yo'q. Vaqtni to'xtatib o'ynashib, kayf qilib, kechqurun hech qanaqa moblardan qo'rqish shart emas. Biz vaqt to'xtatib olib yuraveramiz. Bu mod aytgancha akalar. Bu mod Yasiko o'z Yasin akadagi mod. Ular xuddi shunaqa mod ishlatgandilar. Vaqt to'g'risida ko'rgan bo'lsanglar, cho'pqan. Shunaqa mod. Vaqt to'g'risida xohlasanglar seriallarni chiqaramiz. Ko'p modlar tayyorlab qo'yganman. Karta ham bemalol tayyor. Xohlagan paytinglar okalar xohlasanglar Redder kartasida o'ynaymiz biz. Juda zo'r bo'ladi. Redder kartasini agar versiyani to'g'ri kelsa, Redder kartalarida o'ynaymiz. Wow, bunga chiroyliligiga 5 ketdim. Juda ham chiroyli. Go'zal lava bor ekan. Qani o'z vaqti to'xtab qolarmikan? Chaq. To'xtadi.
yo'l ekan akalar, yurmas ekan. İtarsa yuradimi? İtarsa ham yurmas ekan. O'ldiramiz. Uramasmikan akalar bu bizani? Shunga qiziqyapman. Bizani ura oladimi, ura olmaydimi? Vaqtni ishlatib yuboramiz. Toqqa chiqish kerak. Alpinist bor arkamizda. Hop. Böyle yaxshi, zo'r. Bloklar kerak. Ve 2 3 3. Toqqa chiqish bunchalik qiyin bo'lmagan lekin. Shu ketib qolsam akalar, vatta drop ham qilolmayman. Bu sal qoldi. Endi loylani olmadimmi? Voy, qaytib to'xtayli, shu yerda loy bor. Shu yerda loy bor. Yo'q. Bu daraxt ekan. Sekin asta tepaga chiqamiz. Ozgina loylarni ko'rib olsak. Tepadan hamma narsa ko'rinadi degan umiddaman. Bekorga shuncha chiqib. Ajaba bu tomonda qishloq bo'ladi degan umiddaman. Chunki shuncha ko'lab azob bilan chiqyapman. Yaxshi. Ozgina qoldi. Wow, nihoyat chiqdim. Wow. Buni go'zalligi yana-chi. Oho, gullar zo degani. Oho, chiroyli ekan. Pastga endi qanday chiqishga chiqdim. Endi qanday tushaman deydi-yu. Hop, bu tegishli bo'lar ekan, qishloq topishimiz mumkin. Topishimiz mumkin emas, aniq topishimizga ishonaman. Sekin asta tushamiz. To'q, yuradigan ovqat ko'rildi. Yuradigan ovqat to'ldirdik. Va bu yer juda ham go'zal joylar ekan. Shader bilan bundan ham zo'r. Tosh shadersiz oddiy dastiga o'xshab qolsa kerak. Oho, juda ham chiroyli joylar. Wow. Hozir anaqa yer ko'rinishi o'zgarib qoldi. U arilar bor ekan. Urshi jonimizni ketqizarkan. Vaqt bilan mazza qilib, vaqt mashinasi bo'lgan sababli biz bemalol bu yerda sunflowerlar oroli, juda ko'p gullar bor ekan, sunflower ham bor ekan. Ya'ni sunflower bunda semechka o'sadi bilsanglar. Semechka Minecraftda yo'q, lekin hayotda bu gulda semechka o'sadi. Ha, bu juda ham chiroyli joy ekan. Zol qoldim. Hindiston belginga sana yo'q qilish kerak unaqa narsalarni. Biz tashlash kerak. Hindiston belgisi ham bo'ladimi? O'ldiramiz. Ovqat. Qassob bo'lib ketdi. Bir zarbada o'ldirdim. Lavami? Da, lava topdik akalar. Temir yo'lda nima qilamiz? Koordinatalarni yozib qolamiz derdim. Mayli. Yozib qolamiz. 385 62
85 65 62 yana nimada 85 62 465 385 62 460 deb yozdim. Sizlar uchun uzr. Chunki o'zidan sig'inadi. Zapis o'chib qolyapti, lekin joy hali bor. Qotyapti. Yo'qol. O'ydot. Judayam qotyapti akalar. Просто uni qotish maksimalniysiga yetib borganda. Qishloqcha ham hech qayerda yo'q. Bitta qishloqcha bo'lsa bo'lmaydimi? Bir kun yashamayman Minecraftda shunaqa. Shunchalik kuchayish bu juda ham kuchsiz, juda ham kam. Kamida temirli shitxay, хотя bir temirli shit yasash kerak, chunki qishloqcha kerak edi uning uchun. Cho'chqa bizga kerak emas, cho'chqani hech kim yemaydi. Teshqaram. Wow, sakura daraxtlari bor ekan, okalar. Juda chiroyli. Bor ekan qiz bolaning qanaqadir sakura daraxtlarning oldida anaqa bo'lishi chiroyli. Prizma degan sheydir bor edi. Wow, buni suvi qaranglar. Prizma degan sheydir bor. Bir xil sheydirlarda mana shular to'kilib turadi. Voy, shunaqa chiroyli okalar. Kayf ko'rasizlar. Sakuralar oldim, ashtaga qurishga qaror qilishim mumkin. Balkim qurarman, balkim qurmasman. Lekin qishloqcha bo'lganda zo'r bo'lardi. Kon bor ekan, temir ko'lab chiqamiz ham. Ko'ramiz. Bemalol temir ko'lab olaman, vaqtni boshqaray olaman. Menimcha hali kerak emas, aynan yursak balki temirning o'zi paydo bo'ladi, ya'ni sakura daraxtlardan ketgim kelmayapti. Suvni qaranglar, realizmligini. Bu modda просто o'tkazdim. Xohlashadi shu sheydirni ham Telegram kanal ochsam tashlash berishim mumkin. Va shu men ishlatgan videodagi modlarni ham tashlayman. Vaqt mashinasini ham tashlashim mumkin. Buning uchun qidirish kerak. Men o'zi qayerdan olganim ham esimda yo'q. Qandaydir kanaldan olganman o'zim ham. Astromida esimda yo'q. Qizil bir bola kiyimli. Qizil skillita. Testdan oldim, esimda yo'q. Ancha bo'ldi chunki olganimga ham. Sheydir cho'tik ekan. Sheydirlar просто yangi videolarda ko'rishguncha chao. Hammaga chao. Shu video 5 ta likedan keyin chiqadi akalar.